Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sılgacı Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağa 2023 yıl 2023 yıl 4. ayının 4. günü vatandaşım. Bugün sizlerge ihtiyari alda sizler bilen bille muhakeme kılaylı. Mesela bugün 4. ayı 4, ata 4. ayı 5 oldu. 5 bolğanda Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen Latin Amerika'daki ziyaretini ahırlaştırıp Amerika Qo'shma Shtatlarının Kaliforniya shtati orqali yoki Kaliforniya shtatida chegaradan o'tib davlati Tayvanga qaytadi. Mushu oraliqda Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palata boshlig'i Kevin McCarthy hozir tungillatin Amerika ovozida va Van Betor betida e'lon qilingan xabarlarga asoslanganda Kevin McCarthy bir bölük yoki bir qism davlat majlisi a'zolarini, lekin bu davlat majlisining a'zolari ikki partiya mansublaridan tarkib topgan. Amerika Demokratlar Partisi ve Cumhuriyetçiler Partisi. Mushu a'zolarni boshlab Kaliforniya shtatiga berib Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishadigan bo'ldi. Ko'rishadigan o'rin Kaliforniyaga qurilgan Reagan kutubxonasi. Prezident Reagan kutubxonasida ko'rishadigan bo'ldi. Endilikda ko'rish bo'lgandan keyin Avam palata boshlig'i Kevin McCarthy Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen birlashma bayonot e'lon qilamdi yo'q. Bu tahi ochiq emas. Yoki muxbirlarni kutib oladigan ishni o'rinlashtiramdi yo'q. Bu mutahi ochiq emas. Biroq hozir a'zolar soni, masalan, davlat majlisi a'zolaridan tarkib topgan Kaliforniyaga berib prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishadigan arboblarning soni qancha? Bu son to'g'risidami ortiqcha gap yo'q. Biroq buningga hozir bir haftadan beri yoki ikki haftadan beri Junkokom partiyasi bayonot e'lon qilib, elqalak chanlayotganini vaqirab, tovlab, sakrab, tepchaklab, shunday o'zini o'zi avvar qildi. Bu to'g'rida Oqsaroy ham fikr bayon qilib dediki, bir odatdagi tartib. Burundan boshlab kelayotgan bir tartib. Tayvan rahbarlari Latin Amerika'ga ziyoratga chiqqanda o cho'qim Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tadi. O'tgandimi biri New York shahri, yana biri Kaliforniya shtatida o'tadi. Shunga Jungo hukumati bunida o'zini yo'qotib qo'ymasligi lozim. Ortiqcha jiddiylashmasligi lozim deb Oqsaroy ham ogohlantirish xarakterida Jungo tarafga shunday gap qildi. Hamda Atiki iş, bu iş. At 101'de vatandaşım. Siz şunu bilirsiniz, 27. günü, 2. ayının, 27. ayının 27. günü Tayvan'ın sabık prezidenti Ma Ying-jeou degan bu adam Jungo'ga ziyaret geldi. Bir haftadan ortiq hozir ziyaret qilyapti, qaytdi degan gap yo'q. Prezident Tsai Ing-wen Amerika orqali Latin Amerika'ga ziyoratga chiqdi. Bunda qaraganda Amerika orqali prezident Tsai Ing-wen ziyoratga bordi Latin Amerika'ga, bu bir mavzu. Dal shu vaqtda Junkokom partiyasining Tayvanning ayni chog'dagi sobiq prezidenti Ma Ying-jeo'ni Junkoga taklif qilishi bu bir mavzu. Biroq shu narsa ayon bo'ldiki, hozir bu Ma Ying-jeou Changsha universitetida, Wuhanning Changsha universitetida nutq so'zlaganda bir ikki jumla so'z iborada Junkokom partiyasining qizil chizig'idan chiqib ketgan gap. Masalan, nima debdi desangiz, Tayvan ham, Jungo ham her ikisi
Cunhua Mingo hükümetiga mansub. Yoki Cunhua Mingo hükümeti qarmog'idagi rayonlardir degandek ma'noda. Endi bundaq gapni Jungo Kompartiyasi esa qabul qila olmasligi kerak edi. Biroq Jungo Kompartiyasi siyosat uchun Mayingjuning bu so'ziga yo'l qo'ydi. Yana boshqa g'arazi bormi yo'qmi bilmaymiz hozir vatandosh, bilmaydig'imizni bilmaymiz deymiz. Yana boshqa g'arazi bormi buni bilmaymiz. Biroq Jungo Kompartiyasi buningga yo'l qo'yganda balki o'zi mehmon sifatida chaqirgandan keyin u hargiz Gongchandangning gapini, Kompartiyaning gapini qilib so'zlamaydi-ki, quruqda. Agar undan so'zlaydigan bo'lsa, yana Tayvan tarafdanmi tahdid yetib keldi. Hani bu yerda Jungo Kompartiyasining sızgan qizil sızığı var. Bayqadak sen buna demesliğin gerek edi deydigan. Lekin bu qatim qo'yib o'tildi. İkincisi Tayvan tarafdan sızgan qizil sızığı var mesela Mayingjuga. Sen bu qizil sızıqni o'tib kelsan Tayvan kelganda qo'l qolamiz dedi vatandosh. İşte degan mushundaq siyosat degan. Qo'l qolamiz dedi. Yani şunun için Mayingju dikkat qildimi va yoki Jungo Kompartiyasi yana boshqa g'araz, maqsad asosida uning shundaq deyishiga yo'l qo'ydimi masalan Tayvan Jungo o'xshashda Kuomintang yoki Kuomintang hukumatining qarmog'idagi yoki qo'l ostidagi degandek yoki shuningga mansub Jungo rayoni, shuningga mansub Tayvan rayoni degandek gapni qildi vatandoshim. Endi ular ketdi deyli. Kutadiganimiz 5-islahatda oraliqda biz sizlarga so'zlagan leksiyada urush jiddiyligi to'g'risida so'zildik. Bugun endi 5-kuni dumboq yeriladigan, masalan, Jungo hukumati norozi bo'layotgan, Tayvan hamda butun dunyo diqqat qilib turayotgan Avam palata boshlig'i Kevin McCarthy'ning prezident Sayyimin bilan ko'rishadigan ishi. Bu ish yetib keldi vatandoshim. Siz ham diqqat qilasiz, biz ham diqqat qilamiz vatandosh.